Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlari 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12 yilligi munosabati bilan har qaysi davlatlardagi Xitoy elchixona va konsulxonalar oldida namoyish olib bordi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Xalqaro Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlari birligi bu haqda mundaq dedi. Hurmatli axborot xodimlari, sizlarni Urumchi qirg'inchiligi va shahidlarni yod etish maqsadida 5-iyul Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazmoqchi bo'lgan Urumchi qirg'inchiligidan irqiy qirg'inchilikcha nomli namoyish va axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashishga taklif qilamiz. Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik zulm, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikning ochiq aslimlaridan biri bo'lgan Urumchi qirg'inchiligi 2009-yil 7-oyning 5-kuni Urumchida yuz bergan. Gerçi bu azaplık günden 12 yıl ötüp ketken bolsumu, amma Sharqi Turkiston xalqi onu unutup qalmadı. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligiga 12 yil bo'lgan bugunda Xitoyning Sharqi Turkistondagi sesimliq terrorlik harakati irqiy qirg'inchilikka aylandi. Avustraliyada Xitoyga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. 7-oyning 2-kuni Avstraliyaning Adlantdagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazildi. Adlian shahrida yashaydigan nurg'un Uyg'urlar Sharqi Turkiston Avstraliya jamiyati tashkillagan namoyishga qatnashdi. Xitoy konsulxonasi oldida lagerlar taqalsin va irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb shiorlar to'lgan namoyishchilar lozunkalarni ichib, Beijing qishliq olimpik tanaharkat musobaqasini boykot qilishni va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni talab qildi. Avstraliya Sharqi Turkiston jamiyati va Sharqi Turkiston kishilik huquq jamiyatining boshlig'i Nur Muhammad Turkistoni Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulm va irqiy qirg'inchilik qilmishlariga qarshi Xitoyga besim ishlatishni maqsad qilgan bu harakatni uzun muddat davomlashtirishni maqsad qilganligini aytdi. Qozog'istondagi mustaqil ommaviy axborot vositalarining xabarlariga qaraganda, keyingi vaqtlarda Qozog'istonda Xitoyga qarshi kayfiyat yana avj olishga boshlagan. Ilgari Xitoy fuqarolarining Qozog'istonga kelib, yer setib olishi, dehqonchilik yerlarini uzun muddatga ijara olishi, shundaqla Qozog'istonda Xitoy zavodlarining silinishi haqida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy taratqularda tarqalgan xabarlar yerlik aholini, ayrim o'qituvchi kuchlarni va faoliyatchilarni qattiq anishiga solgan edi. Bu mamlakat poytaxti Nur-Sulton, shundaqla Olmaota, Otirov, Aqtauga o'xshash cho'ng shaharlarda cho'ng-kichik namoyishlarning elib berilishiga sabab bo'ldi. Yaqindan buyon yerlik matbuotlarda Qozog'istonda Xitoy korxonalari sonining o'sayotganligi, shundaqla o'zlarining Uyg'ur elida izdiraksiz yo'qolib ketayotgan yo bo'lmasa Xitoy turmalarida va jazo lagerlariga solangan urug' tuqqanlaridan xabar ololmayotganlarning Xitoyning Olmaotadagi konsulxonasi oldida o'tkazayotgan davomli namoyishlari haqida maqolalarning e'lon qilinishi yanada davom qilmoqda. Kreml sarayı bayonotchisi Dmitriy Peskov Angliya dengiz armiyasining HMS qo'g'dovchi paraxtining Qora dengizda Qrimga yaqinlashishini ig'vogarchilik deb atadi va Amerikaning bu urinishning orqasida ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Kreml bayonotchisi Dmitriy Peskov o'zi qatnashgan bir televiziya programmasida kun tartibidagi masalalar haqida to'xtaldi. Peskov Angliya dengiz armiyasi urush paraxti HMSning Qora dengizdagi Qrimga yaqinlashishi va Rossiya urush aeroplanlarining bunga qarshi harakatga o'tishini baholadi hamda bularning orqasida Amerikaning borligini aytdi. Xalqaro kuchlar Afg'onistondan chekinishga boshlagandan keyin Talibanlarning hujumi kuchaydi. Afg'onistonda yaqinqi 24 soat ichida Badaxshon, Qandihar va Paktiya o'lkasidagi 7 rayon Talibanlarning kontroliga o'tdi. Badaxshon o'lkasidagi doiralar qurolliq unsurlarning qurolliq hujum qilganligini va bexatarlik qismlari chekingandan keyin ba'zi o'ltiroq rayonlarning Talibanlarning kontrolida ekanligini e'lon qildi. Badaxshon Afg'onistonning sharqiy shimolidagi Tojikiston, Sharqi Turkiston va Pokiston chegarasidagi strategik rayonga joylashgan. Qimmatli labas tosh keni joylashgan viloyatda oltin qatorliq qimmatli metallar bor. Davlatning janubidagi Qandihar o'lkasining Panjavoy rayonimi Talibanlarning kontroliga o'tgan.